Bu qo'y bo'kib qolaveryapti, bo'kib qolaveryapti. Bu nima qilish kerak, jon aka? Pichoqni aka, bir pichoq olib kel. Yo, to'xtang. Assalomu alaykum. Farhodjon, Azizbek, qalaysiz? Sizlar? Ha, buni bir yo'li bor-da. Ayting aka, shu yo'lini jon aka. To'xta, qo'y bo'kib qolsa, bitta ikkita qo'yingiz pateriya bo'lib qolsa, to'g'risida nobud bo'lib qolsa, siz qaytib qo'y boqqish kelmay qoladi-da, hafsalasi bo'lib qoladi. A uni yo'li bor, o'rgatamiz. Bo'ktirmasdan boqishning yo'li bor. Mana bu sho'rxa, o'q qarang, sho'rxa, somon va bunga o't. Mana. Bu qo'ylarimiz bugun kelgan qo'ylar. Ha, boqishga. Yaying buni o'tda. Men sizlarga bir o'rgatay. Bu yerga mahsulotimiz qarang, Farhodjon. Voy aka. Sho'rxa, somon, beda. Aralashtirdingiz-a? Aralashtirdingiz va kepak. Mana. Kepak. Soling. Sabab endi nimaga bunaqa beryapsiz degan sabab. Mana buni yangi bozorlardan yo dalalardan olib kelgan qo'yingizni ichagi ingichka bo'ladi. Ichagi ingichka bo'ladi. Bu holatda bo'kmaydi mana bu holatda. O't, sho'rxa, kepak, somonga. Va bularga ozgina vitamin qo'shib turish kerak. Mana. Vitabaza. Bu hazm qilish jarayonini yaxshilaydi qo'ylarni. Tushunyapsizmi? Bundan masalan bittasiga boring, ikkitasiga bitta kichkina choy qoshiqda. Mana shu yemga aralashtirib tashab turasiz. Mana. Va tuz, o'zimiz osh tuzi bor-ku, osh tuzi ham hazm qilishini yaxshilaydi. Bir piyola osh tuzidan aralashtirib solasiz bularga. Bir piyola. Va oldida 24 soat shu holatda tursin bu. 24 soat holatda tursin. Bu qo'y o'sha yana bir 5 soatdan keyin bular to'yib, oldida oshib qolgandan keyin ko'shanib yotishadi. Va axlat qilish jarayoni mayda qora bo'lmaydi-da, endi yoppalaydi bular. Molga o'xshab axlat qiladi va ichagi kengayib oladi. Ha, undan keyin siz boring ikkinchi haftadan, bir hafta shunday 24 soat shu holatda qo'yda qonni turib, ichagi kengayib olgandan keyin keyingi haftadan yem qo'shsangiz bo'ladi, Azizbek. Bug'dek, makka, arpa. Qarang, bug'dek bilan makka, arpani uchovini ham qiladigan vazifasi bor. Shuning uchun bir xilga odam arpada baqsam boshqacha semiryapti, bug'doyda baqsam bunaqa zo'r semiryapti deydi. Yo'q, uchovida smes qilib baqadigan bo'lsangiz zo'r semiradi. Bitta qo'yga har 8 soatda 24 soat bo'ladigan bo'lsa, har 8 soatda bering. 100 gram arpa, 100 gram makka. Bug'dek 300 gram har 8 soatda bering. Bir kunda 900 gramga aylanadi, ashunda yemingiz. Lekin bu qo'yda bir 10 kun, 15 kun mashina qilib tayyorlab olganingizdan keyin qo'shib boring bunga. Lekin bu mashi yemimiz doimiy oldida turishi kerak. Doimiy oldida turishi kerak. Va endi siz bir ikkinchi shu bir oydan o'tib turib ikkinchi oylarga o'tyapsiz, ha? O'tganingizdan keyin albatta mana bu doim turishi kerak, bitta qo'shib turish kerak buni. Nimaga? Yemdan, bug'doydan, makkadan olinadigan vitaminlarni so'rib o'ziga olishi yaxshi bo'ladi. Masalan, bitta qo'yga 1 kilo makka bersangiz, 1 kilo yem bersangiz, 1 kilo yemni 800 gramini axlat qilib chiqarib olib, 200 gram o'ziga olishi mumkin. Lekin mana bu vitaminlar o'shini 800 gramini o'ziga oladi. 200 gramini axlat qiladi. Tushundingizmi? Hali ko'proq o'ziga organizmga so'riltirishini yaxshilaydi, hazm jarayonini yaxshilaydi. Va qo'yingiz mabodo bo'kib qoldi, bitta ikkita jigari, jicha slabi, o'ti slabilari bo'kib qolsa, zakazit degan dorimiz bor, sirop. Shundan 10 gram har soatda ichirasiz. Qonnini massaj qilasiz. Ashi ichkaridagi nimasi bo'ladi? Gazlanayotgan, zaharlanayotgan jarayonni parchalab, axlat qilib chiqarib yuboradi. Buni yo'li bor. Farhodjon, buni qo'yni so'yib baqish kerak buni. Nega so'ndirmayman endi? So'ndirmasdan baqish kerak uka. Boringizga shukr. Qo'y baqing, qo'yda baraka bor. Bo'ldi, rahmat.